Rossiyadan zerikkan yoki Rossiyaga bora olmayotganlar diqqatiga, sizlar uchun ajoyib yangilik. Bugun xudo xolasa Green Card o'yini boshlanadi. Green Card haqida eshitmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Do'stlar, Rossiyani ko'ryapsizlar ahvolda. Agar ko'zingiz yetmayotgan bo'lsa, borib ishlab pul topib, uyingizga jo'natishga uje samimiy qilayotgan bo'lsangiz, albatta Yevropa, Koreya bilan birgalikda sizda Amerikaga borish imkoniyati bor. Bu ya'ni hammamizda bor. Green Cardni bilgan biladi, bilmagan YouTubedan ko'rsanglar bo'ladi. Mendan ko'pchilik so'rayapti, 3-4 yildan beri Green Cardni to'ldirib kelaman. Hozir mana bugun 2-oktyabr kuni xudo xolasa boshlanadi. 5 yo 6 noyabrgacha davom etadi har oy. Kontaktlar qoldiraman, Telegramga o'tib bemalol zaявление tashlashingiz mumkin. Xo'p, Green Cardda qatnashish uchun nima qilish kerak, nimalar kerak? Siz dunyoni qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar sizdan talab qilinadigan narsa bu albatta rasm. Agar bu yerda bo'lsangiz, offline kelib rasmga tushishingiz mumkin. O'zbekistonda marhamat bo'lsangiz yoki Rossiyada yo qayerda bo'lishidan qat'iy nazar o'zingiz atrofingizdagi rasmxonaga borib Green Card uchun deb rasmga tushasiz. Kopeyka turadi bu, 5x5 bo'ladi, 600x600 razmerda. O'zlari biladi. Rasmga tushasiz, bo'ldi, ketasiz. U yog'i o'zingizda bor hamma narsangiz, pasportingiz, yashil pasport yoki zagran pasport farqi yo'q. Diplomingiz bo'lsa diplom yoki 11-sinfni bitirganlik haqida attestat kerak bo'ladi. 9-sinfni bitirganlar afsuski o'ynolmaydi va eng asosiysi oilangiz haqida hamma ma'lumotni обязательно berishingiz shart. Menda shunaqa holat bo'lgan, o'tgan yili to'ldirganimizda bitta yaqin odamimiz to'ldirib berganimda, u odam oilali, xotin bola chaqasi bor, lekin men o'zim o'ynayman degan, ya'ni unga aytganman, yutsangiz ham bora olmaysiz deganman. U mayli degan, tavakkal bosing degan. Bu yerda biz uni bo'ydoq sifatida ko'rsatganmiz. Ya'ni uylanmagan, bola chaqasi yo'q, bo'ydoq sifatida ro'yxatga o'tkazganmiz. O'chashib shu odamga chiqqan va albatta u mendan so'radi. Men aytdim, aka, uzr, bora olmaysiz, chunki siz yolg'on ma'lumot kiritgansiz. Shuning uchun diqqat bilan e'tiborli bo'linglar. Oilangiz bo'lsa, даже ajrashib ketgan bo'lsangiz ham farzandlaringizni обязательно kirishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, kimga qiziq bo'lsa, Green Card haqida videolar ko'ringlar. Ma'lumot kerak bo'lsa, yana men sizlarga lichkaga o'tsanglar, direktdan xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob qilaman.